Mamlakatimizning g'arbiy qismida qo'lbola usulda valyuta yasayotganlar bir paytda sharqiy hududda davlat xizmatchisi o'zining mansabdor vakolatidan foydalanib pora olayotgan vaqtda qo'lga olindi. Gap shundaki, Andijon viloyatida mansabdor shaxs birovni bog'chaga ishga joylab qo'yaman deb, boshqa mansabdor esa bog'chadan o'tkazilgan tekshiruvni bosti qilish evaziga pora olmoqchi bo'lgan. Xo'sh, ular bu pullarni qay tarzda olmoqchi bo'lishgan, umuman jarayon qanday kechgan, mavzuni andijonlik muxbirimiz o'rgandi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Andijon tuman bo'limi va Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir noxush holatning oldini olishga qaratildi. Tadbir davomida Andijon tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limida ishlab kelayotgan mansabdor shaxs noqonuniy yo'lni tanlagani fosh etildi. U o'ziga berilgan ishonch va vakolatni suiiste'mol qilgan holda Andijon tumanidagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan birida tekshiruv o'tkazib, tekshiruv davomida aniqlangan kamchiliklarni dalolatnomada aks ettirmasligi evaziga muassasa direktoridan 400 AQSh dollari miqdorida pora talab qilgan. Porani Andijon shahridagi Navbahor mahalla fuqarolar yig'inida olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Shuningdek, boshqa bir holatda Andijon tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori o'z mansabidan foydalanib, tanishini mazkur maktabga ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimiga ishga qabul qilish uchun 400 AQSh dollari talab qilgan. Pora talab qilgan mansabdor shaxs ushbu mablag'ni o'zining xizmat xonasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, Andijon tumanidagi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti xo'jalik mudiri fuqaroni 700 AQSh dollari berish evaziga Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Andijon viloyat filialiga hamshira vazifasiga ishga kiritishga va'da bergan. Aytilgan pullarning 200 AQSh dollarini joriy yilning mart oyida olgan bu shaxs keyinchalik yana 300 AQSh dollari talab qilib, ularni Andijon tumani Mart mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan oziq-ovqat savdo do'konida olgan vaqtida ushlandi. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi va hozirda tergov harakatlari o'tkazilmoqda.